Namangan viloyati bolalar kutubxonasi. Birgalikda kitob tinglaymiz. Ayyor bilan sodda. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir ayyor bilan sodda bo'lgan ekan. Kunlardan bir kun ular safar qilmoq uchun yo'lga chiqibdilar. Yo'lda ketayotib bir xumchada oltin topib olibdilar. Oltinni ikkisi bo'lishib olmoqchi bo'lishibdi. Biroq ayyor soddaga oltinlarni berishni umuman xohlamabdi, soddani aldash yo'liga tushibdi. Ayyor soddaga shunday debdi: agar biz bu oltinni shaharga olib kirsak, kishilar bilib qolib, oltinni tortib oladilar. Yaxshisi oltinni ko'maylikda, kerak vaqtida oz-ozdan sarflaylik, debdi. Shunda sodda bunga ko'nibdi. Oltinni birgalashib ko'mibdilar. Kunlar o'tib soddaga oltin kerak bo'lib qolibdi. Buni ayyorga kelib aytgan ekan, ayyor menga ham kerak edi, debdi. Shunda ikkisi birga oltin ko'milgan joyga borib qarasalar, ko'milgan oltin yo'qmish. Ayyor oltinni o'zi o'g'irlab berkitib qo'ygan ekan. Lekin shunga qaramasdan soddaga tuhmat qilibdi. Shundan so'ng ikkisi qozi oldiga boribdilar. Bo'lgan voqeani qoziga aytibdilar. Qozi ayyorning gapiga ishonmabdi. Ishonmasangiz daraxt ostiga ko'mganmiz. O'sha daraxt guvohlik beradi, deb aytibdi. Ayyor shunda uyga kelibdi-da, qari otasiga sen guvoh bo'lasan, debdi. Otasi unga unamabdi. Ayyor otasiga yalinib, uni ichi po'k daraxt ichiga kirgizib qo'yibdi. Sodda qozini yetaklab daraxt tagiga boribdi. Shunda qozi so'rasa, daraxt ichidan oltinni qo'ygan odam olib ketgan, debdi. Shunda qozi bu daraxt ichida shayton borga o'xshaydi, deb daraxt tagiga o't qo'ydiribdi. O't yoqilgach, daraxt ichidagi chol dod solib yugurib chiqibdi. Meni qutqaringlar, meni o'g'lim majbur qilgan, degach, o'tni o'chirishib, cholni olib chiqsalar, u o'lib qolibdi. Soddagina oltinning hammasini beribdilar. Shunday qilib ayyorlik bilan oltinni olaman degan ochko'z o'z otasidan ham, oltindan ham ayrilib qolgan ekan.